Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mavzuyimiz Donald Trump. Donald John Trump 1946-yil 14-iyunda tug'ilgan. Amerikalik siyosatchi, teleboshlovchi, aktyor va tadbirkordir. Respublikachilar partiyasi a'zosi, Qo'shma Shtatlarning 47-prezidenti. 2017-yildan 2021-yilgacha 45-prezident sifatida boshqargan. Vitse-prezident. Undan avval esa Jo Bayden AQSh prezidenti bo'lgan. Nyu-York shahrida tug'ilgan Trump 1968-yilda Pensilvaniya universitetini iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasi bilan tamomlagan. 1971-yilda oilasining ko'chmas mulk biznesiga rahbarlik qila boshladi va uni The Trump Organization deb qayta nomladi hamda osmono'par binolar, mehmonxonalar, kazinolar, golf maydonlarini sotib olish va qurishga kirishdi. 1990-yildan 2000-yilgacha 6 ta biznesning bankrotasini boshdan kechirdi. Keyinchalik yangi loyihalarni yo'lga qo'ydi. 2004-yildan 2015-yilgacha The Apprentice nomli reality showni olib bordi va siyosatda chetdan kelgan shaxs sifatida tanilgan Trump 2016-yilgi prezidentlik saylovlarida Demokratik partiya nomzodi Hillary Clinton ustidan g'alaba qozondi. Trump prezidentligining birinchi muddatida 6 ta musulmon mamlakat fuqarolariga nisbatan sayohat taqiqini joriy etdi va AQSh Meksika chegarasidagi devorni kengaytirdi va oilalarni ajratish siyosatini amalga oshirdi. Atrof-muhit va biznes sohasidagi qonun-qoidalarni bekor qildi va 2017-yilda soliqlarni kamaytirish va ish o'rinlarini yaratish to'g'risidagi qonunni imzoladi hamda Oliy sudga 3 nafar sudyani tayinladi. Tashqi siyosatda Trump AQShni iqlim, savdo va Eronning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvlardan chiqardi. Xitoy bilan savdo urushini boshladi va Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan yadroviy qurolsizlantirish bo'yicha kelishuvga erisha olmadi. COVID-19 pandemiyasi davrida sog'liqni saqlash mutaxassislariga zid fikrlar bildirdi va Koreys qonuniga asosan iqtisodiy rag'batlantirish choralarini imzoladi. Trump 2019-yilda hokimiyat vakolatlarini suiiste'mol qilgani va Kongress faoliyatiga to'sqinlik qilgani uchun, 2021-yilda esa qo'zg'olonga undagani uchun impichmentga uchradi va Senat uni ikki holatda ham oqladi. Birinchi muddat tugagach, olimlar va tarixchilar uni Amerika tarixidagi eng yomon prezidentlardan biri sifatida baholadi. Trumpizm iborasi timsoli. Uning ko'plab sharhlari va harakatlari irqiy ayirmachilik deb tasvirlanadi. Trump yolg'on va chalg'ituvchi bayonotlar bilan Amerika siyosatini misli ko'rilmagan darajada fitna nazariyalarini targ'ib qilgan va 2020-yilgi prezidentlik saylovlarida Jo Bayden yutqazgach, Trump saylov natijasini bekor qilishga urinib ko'rdi va bu 2021-yili 6-yanvar kuni Kapitoliyga hujum bilan yakunlandi va 2023-yilda Trump Jen Carrollga nisbatan zo'ravonlik, tuhmat hamda firibgarlik ayblovlari bilan javobgarlikka tortildi va 2024-yilda biznes qaydlarini soxtalashtirishda aybdor deb topildi va shuning bilan birinchi bor sudlangan AQSh prezidentiga aylandi va 2024-yilgi prezidentlik saylovlari kampaniyasida Trump suiqasddan omon qoldi va buning ortidan reytingi oshib, yagona raqibi Kamala Harrisni saylovda mag'lub etdi. Trump prezidentligining ikkinchi muddatini 2025-yil 6-yanvar kuni 1,5 mingga yaqin tashabbuslarni afv etish va federal ishchi kuchlarni ommaviy ravishda ishdan bo'shatish tashabbusi bilan boshladi va Trumpning farmoyishlaridan keng foydalanishi ularning qonuniyligini shubha ostiga qo'yadigan ko'p da'volarni keltirib chiqardi.
Biznes faoliyati, ko'chmas mulk. 1968-yildan boshlab Tramp otasining Trump Management ko'chmas mulk kompaniyasida ishlagan va Nyu-Yorkning chekka tumanlarida irqiy jihatdan ajratilgan o'rta sinfga tegishli ijara uylariga egalik qilgan. 1971-yilda otasi uni kompaniyaga prezident sayladi va u The Trump Organization shirkatida brend sifatida foydalana boshladi. Ryan Cohen Trampning 1970-1980-yillarda 13 yil davomida kuzatuvchisi, advokat va murabbiysi bo'lgan. Tramp mulklari. Tramp xalqaro mehmonxonasi va minorasi. Waikili Beach majmuasining qurilishi Trampning so'zlariga ko'ra majmua xaridorlarida katta qiziqish uyg'otgan. Tramp xalqaro mehmonxonasi va minorasida Chikago majmuasi mablag' yetarlicha bo'lmaganligiga qaramasdan qurilishi yakunlandi. Tramp xalqaro mehmonxonasi va minorasida Toronto biroz kechroq bo'lsa-da qurilishi tugallanadi. Tramp minorasi Trampa so'rovlar ko'p bo'lgani uchun narxlari oshib ketgan va oqibatda xaridor o'rtasida ziddiyatlar kelib chiqqan. Florida shtatining Fort Lauderdale shahrida Tramp xalqaro mehmonxonasi va minorasi ga kiruvchi Fort Lauderdale majmuasi qurildi. Tramp minorasi Atlanta shahridagi yangi uy-joy majmuasi. Donald Trump quyida Donald Trampning AQSh prezidenti sifatida xorijiy davlatlarga qilgan rasmiy tashriflari keltirilgan. Saudiya Arabistoni Ar-Riyod 2017-yili Riyod sammiti. Isroil Quddus 2017-yil Prezident Ravon Rivlin va premyer Benjamin Netanyahu bilan uchrashuv. Falastin milliy ma'muriyati Baytulloh 2017-yil Prezident Mahmud Abbos bilan uchrashuv. Italiya Rim 2017-yil Prezident Sergio Mattarella va premyer Paolo Gentiloni bilan uchrashuv. Vatikan Belgiya, Italiya, Poland, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Vyetnam, Filippin, Shveysariya va Peru kabi davlatlarga rasmiy tashriflar bilan borgan.